Geometrik progressiyaga oid yana bir ajoyib misollarimizdan biri. Agar b 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, dastlabki 19 ta hadining ko'paytmasini toping. Bu geometrik progressiyaning xossasi juda kerak bo'ladi. Biz vaqtimiz ham ancha tejaladi. Misollar uncha ko'p vaqt ketmayapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat to'g'ri yondashish kerak. E'tibor beramiz b10. Bizda geometrik progressiyada shunday xossa bor. Ixtiyoriy hadi olinadi, o'zidan oldingi va o'zidan keyingi hadlar ko'paytmasi o'sha olingan hadning kvadratiga teng bo'ladi. Yoki-da tushuntiradigan bo'lsam b1, b2, b3, b4 bo'lsin ixtiyoriy. Misol uchun b3 ni oladigan bo'lsak, b3 ning kvadrati o'zidan bir xil masofada turuvchi hadlar ko'paytmasiga teng. b2 ko'paytirilgan b4 ga teng yoki-da b1 ko'paytirilgan b5 ga teng. Boshqacha aytganda b3 ning kvadrati b3 ko'paytirilgan b3 indekslar yig'indisi teng bo'lishi kerak. 2 ga 4 ni qo'shsak 6 ga teng, ya'ni 2 ga 3 ning yig'indisi 1 ga 5 ni qo'shsak ham 6 ga teng. Demak, bu misolda b10 o'rtadagi had, b10 ning chap tomonida 9 ta had, o'ng tomonda yana 9 ta had bor. Demak, bundan xulosa qilamiz. Qarang, b9 ga b11 ni ko'paytiradigan bo'lsak, b10 ning kvadratiga teng, to'g'rimi? Yoki-da b1 ga b19 ni ko'paytiradigan bo'lsak, b10 ning kvadratiga teng. b2 ga b18 ni ko'paytiradigan bo'lsak ham b10 ning kvadratiga teng. Mana shunday tartibda yozib chiqilganda, bu yerda b10 ning kvadrati va hokazo oxirida b10 ning o'zi o'rtadagi b10 ning kvadratidan 9 ta bor. Yoki-da 5 ning kvadratidan 9 ta. 5 ning kvadratidan 9 ta va 5 ning o'zi. Demak, natija hosil bo'ladi 5 ning 19-darajasi.